Bugungi 5-noyabr sanasida tug'ilgan qadri baland qadrdonlarim, Shukrona yomingiz muborak bo'lsin. Umringizga to'lib toshsin baxt, omad. Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga sog'lik so'rab Xudodan, yaratgan asrasin deya balo qazodan. Qo'lingiz tushmasin aslo duodan, hayotingiz doimo nurlarga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Shirin hayotingiz ma'noga to'lsin. Istagan niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Chehrangiz so'nmasin, doimo kulsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Nurli yuzlaringiz g'amli ko'rmasin, kulgan ko'zlaringiz namli ko'rmasin. Pok qalbingiz sira kamlik ko'rmasin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya Tabriklar TV teleradio loyihasi ijodkorlari nomidan barchangizni chin qalbimizdan muborakbod etib qolamiz. Agar yaqinlarim sizlarni ham ushbu sanada tug'ilgan qadrdonlaringiz bo'lsa, biz ularni tabriklab beramiz. Murojaat uchun 50 444 33 11 raqamlariga hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Zero bir kunga ziyorati 1000 Makka imorati bilan barobardir.